Birinchi bob. Baxt, saodat va unga erishish vositalari. Baxt nima? Nima uchun unga intilamiz? Birinchi yo'llanma yaxshilikka chanqoq fitrat. Ikkinchi muallim Abu Nasr Farobiy aytadi. Albatta baxt, saodat har bir inson ishtiyoq bilan intiladigan maqsaddir. Uni har kim kamolot deb bilgani uchun ham unga o'z sa'y-harakati bilan intiladi. Buni qo'shimcha izohlashga ehtiyoj yo'q va bu shundoq ham mashhurdir. Kamolot va maqsad aslida yaxshilik bo'lgani uchun ham inson ularga ishtiyoq bilan intiladi. Har qanday yaxshilik shubhasiz ta'sirlidir. Inson maqsad qilib intilgan yaxshiliklar turlicha ta'sirlarga ega bo'lib, baxt ana shunday ta'sirli, ya'ni qadrli yaxshiliklardan biridir. Matnning sharhi. Nega biz baxtga intilamiz? Nima uchun hayot yo'limizni aynan shu maqsadga yo'naltirishimiz kerak? Olisdagi mavhum baxtni qidirib umr sarflashdan qo'limizdagi mavjud ne'matlar bilan kifoyalanganimiz ma'qulmikin? Umuman olganda, Abu Nasr Farobiyning baxt haqidagi o'gitlariga quloq tutishimiz shartmikin? Ushbu savollarga javoban ulug' mutafakkir bir mujassam xulosani taqdim etadi. Barcha yaxshiliklar orasida baxtning o'zi kifoya qiladi. Farobiy faylasuf, shuning uchun u o'z g'oyalarini hissiyotlarga emas, balki barcha uchun tushunarli va umumiy til bo'lgan mantiqqa asoslanib bayon etadi. Har bir fanning o'z istilohlari bo'lganidek Farobiy falsafasining ham o'ziga xos ilmiy atamalari mavjud. Demak, baxt haqida so'z yuritishdan avval mutafakkir unga qanday ta'rif berganini aniqlashtirib olishimiz lozim. Farobiy ta'rifiga ko'ra, baxt barcha yaxshiliklar orasida eng ulug'i, qadrli narsalar ichida eng afzali va inson intilgan maqsadlar orasidagi eng mukammalidir. Bunday xulosaga kelish uchun Farobiy inson tabiatini chuqur tahlil qiladi. Uning fikricha inson fitrati shunday tuzilganki, u har bir harakatida faqat kamolotni, ya'ni ma'naviy yoki moddiy yuksalishni ko'zlaydi. Hatto inson adashib o'ziga zarar yetkazib qo'ysa-da, o'sha lahzada bu ishni o'zi uchun foydali deb bilgan uchun amalga oshirgan bo'ladi. Shundan kelib chiqib, insonning har bir istagi ortida kamolotga intilish yotadi degan muhim bir qoidani belgilashimiz mumkin. Demak, biz intilayotgan baxt aslida insonning kamolotidir. Baxt yaxshilikdir. Chunki insonga xos barcha bilim va intilishlar qandaydir yaxshilikni maqsad qiladi. Ko'pchilik odamlar va faylasuflar eng oliy maqsadni baxt deb atashga qo'shilishadilar. Har qanday yaxshiliklar ma'naviy ohanrabo singari o'z jozibasi bilan insonning intilishlari va amallarini o'ziga jalb qiladi. Baxt ham boshqa yaxshiliklar qatorida insonni doimiy ravishda harakatga, yuksalishga va komillikka chorlaydi. Shuning uchun ham baxt ta'sirli, ya'ni qadrli yaxshiliklardan biridir. Demak, biz intilayotgan baxt aslida biz uchun maqsad, kamolot, yaxshilik va qadrli holat ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo oldimizda biz ko'zlashimiz mumkin bo'lgan maqsadlar, kamolotlar, yaxshiliklar va biz uchun qadrli bo'lgan narsalarning turlari son-sanoqsiz bo'lsa, nima uchun ular orasida aynan baxtga erishishimiz haqida ko'proq qayg'urishimiz kerak? Buning sababi shuki, hayotimizdagi maqsadlar boshqa bir maqsadga yetishish ilinjidagi vositalar hisoblanadi. Masalan, ko'pchiligimiz baxtli bo'lish uchun pul topishga intilamiz, lekin pul topish uchun baxtli bo'lish kerak demaymiz. Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, baxt yaxshiliklar orasida eng ulug'i, qadrli narsalar orasida eng afzali va inson intilgan maqsadlar ichida eng mukammali hisoblanar ekan. Biz ba'zida erishgan har bir narsamizga ham qanoat qilavermaymiz. Maqsadimizga erishganimizdan keyin ham ko'nglimiz yana nimanidir tusab qoladi. Ana o'shanga ham yetishmagunimizcha o'zimizni haqiqiy baxtiyor deb ayta olmaymiz. Lekin bu jarayon eng yuksak nuqtaga, inson o'z holatidan qanoatlanadigan darajaga yetganida mana shu holat biz uchun baxt hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan baxtga intilishimizning o'zi maqsadni to'g'ri tanlaganimizni anglatadi. Inson bemaqsad yashashi mumkin emas. Farobiyning fikricha aynan baxtga erishish inson hayotining asl maqsadi. Ba'zi insonlar behuda yashayapmiz deb o'ylaydilar. Agar biz behuda yaratilgan bo'lsak, unda nima uchun yashayapmiz?
degan savolga baxtga erishish uchun deyishdan boshqa qoniqarli javob bera olmaymiz. Shuning uchun ham haqiqiy baxt nima ekanligini bilishimiz aynan hikmatning talabidir. Farobiy nazdidagi baxtning eng muhim ko'rinishi uning inson voqelikda erisha oladigan holat ekanligidir. Aks holda u shunchaki xayolot bo'lib qolar edi. Demak, faqatgina voqelikda erishishining imkoni bo'lgan holatni baxt deb aytishimiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, uni qo'lga kiritishning haqiqiy usullari ham bo'lishi kerak. Biz tabiatdagi har bir mavjudotning faqatgina o'ziga xos bo'lgan qobiliyatlari bilan kamolga yetishini ko'ramiz. Shunday ekan, biz ham o'zimizga berilgan kuch-quvvat, iqtidor orqali kamolga, ya'ni baxtga erishamiz. Baxt inson erishishi mumkin bo'lgan haqiqiy voqelik va oliy maqsad ekan, uning mohiyatini anglamasdan hayot kechirish, umrni zoye qilish bo'ladi. Shu sababli kitobning ilk sahifalaridayoq Farobiy o'quvchini oddiy haqiqatga, biz tabiatan yaxshilikka va kamolotga yo'g'rilganimiz va bu yo'lning oxiri baxt deb atalishiga ishontiradi. Faqatgina haqiqiy baxtga erishilgan hayotgina yashashga arziydi. Ikkinchi yo'llanma. Eng oliy yaxshilikni tanish. Farobiy aytadi: baxt barcha yaxshiliklar orasida eng ulug'i, ta'sirli narsalar orasida eng afzali va inson ishtiyoq bilan intiladigan maqsadlar ichida eng mukammalidir. 1. Buning sababi yaxshiliklar orasida shundaylari borki, ular boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun qadrlanadi. Misol uchun, badan tarbiya va dori-darmon singari. 2. Ba'zilari esa o'zi uchun qadrlanadi, o'zi qadrlangan narsa boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun qadrlangan narsadan ko'ra ko'proq afzalroq va mukammalroq bo'ladi. Ba'zilari esa o'zi uchun qadrlanadi. O'zi qadrlangan narsa boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun qadrlangan narsadan ko'ra afzalroq va mukammalroq bo'ladi. Ammo o'zi qadrlangan narsalar orasida boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun ham qadrlanadiganlari bor. Bunga rahbarlik va bilim misol bo'ladi. Biz ham ularning o'zini qadrlaymiz, ham boylik, zavq yoki boshqa narsalarga vosita bo'lgani uchun qadrlaymiz. O'zi qadrlangan yaxshiliklar orasida boshqa maqsadga aslo vosita bo'lmaydigan, faqatgina o'zi qadrli bo'lganlari ham bo'ladi. Faqatgina o'zi qadrlanadigan narsalar boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun ham qadrli narsalardan afzalroq, mukammalroq va ulug'roq yaxshilik hisoblanadi. Endi biz baxtga erishgach, boshqa biron maqsadga intilishga mutlaqo ehtiyoj sezmasligimizni ko'ramiz. Shunda baxt aslo boshqa maqsadga vosita bo'lgani uchun emas, balki uning aynan o'zi ta'sirli ekanligi ayon bo'ladi. Shunday qilib, baxt barcha yaxshiliklarning eng afzali, eng ulug'i va eng mukammali ekani ravshan bo'ldi. Matnning sharhi. Bir darveshdan so'rabdilar: dunyo nima-yu, oxirat nima? Darvesh shunday javob beribdi: dunyo daryodan o'tish uchun yasalgan qayiqdir. Oxirat esa narigi qirg'oq. Aqlli odam qayiqdan qirg'oqqa yetib olish uchun foydalanadi. Qirg'oqqa yetgach esa qayiqni tark etadi. Ammo kimki qayiqni yaxshi ko'rib, u bilan band bo'lib qolsa, umri suvning o'rtasida to'lqinlar ichida qolib ketadi va manzilga yetisha olmaydi. Qissadan hissa shuki, biz o'z maqsadimizga e'tibor qaratib, vositalar bilan chalg'ib qolmasligimiz kerak. Avvalgi yo'llanmada biz baxtning ta'rifini keltirar ekanmiz, uni insonning kamoloti, maqsadi va qadrli yaxshiliklaridan biri ekanligini aniqlab olgan edik. Endi esa Abu Nasr Farobiy baxtning sifatini, ya'ni uning barcha yaxshiliklarning eng afzali, eng ulug'i va eng mukammali ekanligini ta'riflashga kirishadi. Farobiy baxt nazariyasining asosi Aristotelning Nikomoh axloqi asariga, aniqrog'i undagi maqsadlar va faoliyatlar haqidagi izohlarga borib taqaladi. Unga ko'ra, insoniyat faoliyatiga doir har bir soha, tadqiqot va harakat o'ziga xos yaxshilikni maqsad qiladi. Shu sababli yaxshilik har kim ishtiyoq bilan intilgan maqsad deyiladi. Biroq inson intilgan narsalar turlichadir. Ularning ba'zilari faoliyatning ayni o'zi bo'lsa, ya'ni Farobiy uni vositalar deydi. Boshqalari esa faoliyatning natijalari yoki mahsulotlari bo'ladi.
Bunday holatda albatta vositaning natijasi uning o'zidan qadrli bo'ladi. Insoniyatga xos faoliyatlar, sohalar esa turlicha. Ulardan ko'zlangan maqsadlar ham turli-tumandir. Masalan, tibbiyotning maqsadi sog'liq, kemasozlikning maqsadi kema, strategiyaning maqsadi g'alaba. Biz ba'zi sohalarning boshqasiga tobe holda xizmat qilishini ko'ramiz. Masalan, g'ildirak ishlab chiqarish avtomobilsozlik sohasiga, u esa transport va yuk tashish sohasiga bo'ysunadi. Bu holatda asosiy sohalarning natijalari quyi sohalarning natijalaridan ustun bo'ladi. Chunki bunday vaqtda quyi faoliyatning mahsuloti yuqori faoliyatning xom ashyosiga aylanadi. Agar har bir faoliyatning mahsuloti boshqa bir faoliyat uchun xom ashyo bo'lsa va bu jarayon cheksizlikka ketsa, bizda yakuniy mahsulot paydo bo'lmaydi. Shunday ekan, bizning harakatlarimiz ham boshqa narsaga xom ashyo bo'lmaydigan tarzda yaxlit mahsulot bo'lishi kerak. Shu sababdan mantiq boshqa narsaga vosita bo'lmagan. Faqatgina o'zi qadrli bo'lgan yaxshilikning mavjud bo'lishini taqozo etadi. Ana o'sha haqiqiy baxt va eng oliy maqsaddir. Shuning uchun ham baxtning o'ziga erishish bizga kifoya qiladi. Barcha yaxshiliklarning qadrini o'zaro solishtirib ko'rsak, ular orasida faqatgina ayni ko'zlangan va aslo boshqa bir maqsadga vosita bo'lmaydigan yaxshiliklar eng qadrli ekanini ko'ramiz. Modomiki baxt ham shu toifadan ekan, u barcha yaxshiliklarning eng afzali, eng ulug'i va eng mukammali ekani ravshan bo'ladi. 3-yo'llanma. Qachon baxtli bo'lamiz? Farobiy aytadi. Agar shunday bo'lsa, demak barcha yaxshiliklar orasida baxtning o'zi bizga kifoya qiladi. Har bir inson o'z e'tiqodi yoki taxmini bo'yicha baxt deb bilgan narsasi misolida bu fikrning rostligiga guvohlik beradi. Ba'zilar boylikni, ba'zilar esa lazzatlardan bahra olishni baxt deb hisoblaydi. Boshqalar hokimiyatni yoki ilmni baxt deb o'ylaydi. Kimlardir baxtni yana boshqa narsalarda deb biladi. Har kim o'zi mutlaq baxt saodat deb bilgan narsasining eng qadrli va eng ulug' yaxshilik ekanligiga ishonadi. Agar baxt faqat o'zi uchun qadrlanadigan yaxshiliklar qatorida bo'lsa, u holda unga yetishish vosita bo'lgan yo'llar va ishlar ham bo'lishi kerak. Matnning sharhi. Biz baxtning nima ekanligini aniqlab bo'lgach, endi nima sababdan unga ishtiyoq bilan intilishimizni ham bilib oldik. Baxtga erishganimizda ko'nglimizda boshqa biror narsaga ehtiyoj va intilish qolmaydi. Farobiyga ko'ra, baxtga erishganlikning eng ishonchli belgisi insonning barcha izlanishlari to'xtashidir. Qachonki ko'nglimiz boshqa biror narsaga ehtiyoj sezmaydigan maqomga erishsak, ana o'sha nuqta haqiqiy saodat hisoblanadi. Agar inson men baxtliman deb tursa-yu, lekin hali ham nimadir yetishmayotganini his qilsa yoki yanada yuqoriroq boshqa bir maqsadni ko'zlayotgan bo'lsa, demak, u hali chinakam saodat cho'qqisiga chiqmagan bo'ladi. Zamonaviy psixologiyada gedonik adaptatsiya, ya'ni lazzatga ko'nikish degan tushuncha bor. Inson yangi uy olsa yoki mansabga ko'tarilsa, o'zini baxtli his qiladi. Lekin qisqa vaqt o'tgach u bunga ko'nikib, yanada ko'prog'ini istay boshlaydi. Bunday boylik yoki mansab haqiqiy baxt bo'la olmaydi. Chunki bular kishiga kifoya qilmaydi va u yana boshqa narsalarga intilaveradi. Haqiqiy baxt shunday maqomki, unda insonni barcha intilishlari to'xtaydi. Insonning yashashdan maqsadi faqatgina ana shunday saodatga erishish bo'lishi kerak. Farobiy o'z fikrini quvvatlash uchun psixologik dalil keltiradi. Odamlar baxtni turlicha ko'rinishlarda ko'rishlari mumkin. Masalan, kimdir baxtni boylikda, kimdir hokimiyatda, yana kimdir jismoniy lazzatlardan topaman deb o'ylaydi. Biroq insonlarning barchasini birlashtiradigan jihat shundaki, ularning har biri o'zi tanlagan o'sha maqsadga yetishsa, go'yoki shu bilan barcha muammolari hal bo'ladigandek va boshqa hech narsaga ehtiyoj qolmaydigandek tasavvur qiladilar. Bu holat odamlar baxtni qanday nomlashlaridan qat'iy nazar hammaning xohishlari tubida mutlaq qoniqish va eng oliy qadriga ega bo'lish turganini ko'rsatadi. Rivoyat qilinishicha, dunyoning yarmini zabt etgan makedoniyalik Aleksandr faylasuf Diogenning oldiga kelib, "Tila tilagingni, nima istasang muhayyo qilaman"
deganida quyoshda toblanib o'tirgan Diogen sokinlik bilan "Quyoshni to'sma, sendan boshqa hech narsa so'ramayman", deb javob berdi. O'sha lahzada buyuk sarkarda Aleksandr emas, balki hech vaqosi yo'q va hech narsaga muhtoj bo'lmagan Diogen baxtliroq edi. Chunki Aleksandr hali ham ko'p o'lkalarni zabt etish ilinjida, Diogen esa o'zidagi holatdan to'liq qoniqqan holda buni baxtga kifoya qiladi deb bilgan edi. Shu tariqa baxtning umumiy ta'rifi hosil bo'ladi. Baxt inson ishtiyoq bilan intiladigan kamolot va yaxshilik bo'lib, u inson erishishi mumkin bo'lgan barcha yaxshiliklarning eng afzali, eng ulug'i va eng mukammalidir. Bu shunday holatki, biz unga yetishganimizdan so'ng boshqa hech narsaga muhtoj bo'lmaymiz. U eng qadrli va eng ulug' ezgulik hisoblanadi. Modomiki baxt o'z-o'zidan hosil bo'ladigan oddiy holat emas, balki intilishlarning oliy nuqtasi ekan, unga yetishish uchun maxsus yo'llar va vositalar ham bo'lishi aniq. Shuning uchun biz endi baxt manziliga olib boruvchi tabiiy vositalar nimalardan iborat ekanini aniqlashga kirishamiz. Baxtga eltuvchi tabiiy vositalar. 4-yo'llanma. Insonni yuksaltiruvchi 3 quvvat. Farobiy aytadi: baxtga yetishishga vosita bo'lgan yo'llar va ishlar haqida so'zlashdan avval shuni aytamizki, inson o'z hayotidagi ba'zi holatlar tufayli maqtovga ham, malomatga ham yo'liqmaydi. Yana ba'zilari ham borki, ular tufayli maqtov yoki malomatga duch keladi. Baxtga kelsak, maqtov yoki malomatga sabab bo'lmaydigan holatlar bilan unga yetishib bo'lmaydi. Chunki maqtov yoki malomatga sabab bo'ladigan holatlargina insonni baxtga olib boradi. Insonning maqtalishiga yoki ayblanishiga sabab bo'ladigan holatlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, turish, o'tirish, yurish, nazar solish va eshitish kabi harakatlardir. Umuman olganda bunga inson o'z tana a'zolarini ishlatishiga taalluqli bo'lgan harakatlar kiradi. Ikkinchisi, insonning ruhiy kechinmalari bo'lib, unga shahvat, lazzat, xursandchilik, g'azab, qo'rquv, shavq, rahm-shafqat, ishtiyoq, rashq va shu kabilar kiradi. Uchinchisi esa zehn bilan farqlashdir. Hayot davomida bu 3 holat insonda doimo kuzatiladi. Matnning sharhi. Xo'sh, bizni oliy baxt manziliga qanday vositalar olib boradi? Buni aniqlash uchun Farobiy deduktiv qiyos orqali mantiqiy xulosa beradi. Tabiatdagi barcha mavjudotlarning o'z kamolotiga faqatgina o'zida bor quvvatlari bilan yetishayotganini ko'ramiz. Inson ham tabiat mavjudotlaridan biri bo'lgani bois, u ham baxtini faqatgina o'zidagi mavjud quvvatlar orqali qo'lga kiritadi. Shu sababli baxtga eltuvchi vositalarni aynan o'zimizning quvvatlarimizdan qidirishimiz lozim. Agar insondagi ko'z, qo'l yoki oyoqning o'z kuchi bo'lsa, demak insonning ham bu kuchlar jamlanmasidan iborat umumiy salohiyati bo'ladi. Insonning haqiqiy salohiyatini topish uchun uning boshqa jonzotlarda mavjud bo'lgan quvvatlarini istisno qilishimiz kerak. Chunki insondagi oziqlanish, o'sish va sezish jarayoni hatto hayvonlarda ham mavjud. Demak, bular ham odamzodning o'ziga xos quvvati bo'la olmaydi. Insonni hayvondan ajratuvchi quvvat, shubhasiz, aqldir. U aynan aqliga tayanib qilingan faoliyati orqaligina insonlarga xos bo'lgan kamolotga yetishishi mumkin. Aslida har bir quvvat eng go'zal tarzda ro'yobga chiqqanida mukammal bo'ladi. Tikuvchi ko'rkam liboslarni tika olgandagina mohir tikuvchi hisoblanganidek, boshqa insonlar ham o'z aqlini amallarini munosib va go'zal bajarishi uchun yo'naltirgandagina undan samarali foydalangan bo'ladi. Demak, biz o'z zehnimizning kuchidan maksimal darajada foydalangan holda ijobiy natijalarni namoyish qilsakkina insonga xos kamolotga, ya'ni baxtga yetishamiz. Agar kishining har qanday holat ham uni baxt sari yetaklaganida edi, yer yuzida baxtsiz odamning o'zi qolmas edi. Baxt esa o'z-o'zidan hosil bo'ladigan tabiiy jarayon hisoblanar edi.
Ammo voqelikda unday emasligi isbotini ko'rgach, inson kamolotga faqatgina o'zining ongli tanlovi va irodasi bilan amalga oshirgan holatlari tufayli yetishadi degan xulosaga kelamiz. Endilikda insonni baxtga eltuvchi maqomlarni aniqlash uchun ularning aqlga oidlarini saralab, tabiiy holat va zehn ishtirok etgan holatlarni bir-biridan ajratib olamiz. Insonning tabiiy holatlariga uning irodasiga bog'liq bo'lmagan fiziologik jarayonlar, masalan, yurak urishi, hazm jarayonlari, jigar faoliyati kabi holatlar kiradi. Yuqorida aytganimizdek, bu holatlar bilan inson o'z kamolotiga erisha olmaydi. Ammo bu faoliyatlar ham insonning hayotda yashab qolishi va baxtga erishishga vosita sifatida muhim. Demak, inson aql tanlovi bilan amalga oshirgan ishlari orqaligina kamolotga erishar ekan, bu aqliy tanlov emas, to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun Farobiy insonni maqtov yoki malomatga sabab bo'ladigan holatlargina uni baxtga eltishini ta'kidlaydi. Xo'sh, insonning aql irodasiga tobe bo'lgan bu quvvatlar nimalardan iborat? Farobiy inson ruhiyati va fiziologiyasiga nazar solar ekan, undagi 3 ta asosiy holatni ajratib ko'rsatadi. Birinchisi, jismoniy harakatlar bo'lib, bunga tana a'zolari yordamida bajariladigan turish, o'tirish, yurish, ko'rish va eshitish kabi barcha amaliy faoliyatlar kiradi. Ikkinchisi, ruhiy kechinmalar, nafs holatlari. Unga kishining ichki dunyosida kechadigan shahvat, g'azab, qo'rquv, xursandchilik, rahm-shafqat va ishtiyoq kabi hissiyotlar kiradi. Uchinchisi, zehn quvvati. Aqlning o'zi bo'lib, u voqelikda idrok etish, yaxshilikni yomondan, haqiqatni yolg'ondan ajratish vazifasini bajaradi. Farobiyning ushbu xulosalari bizning dunyoqarashimiz bilan hamohangdir. Xususan, insonning ikki dunyo saodatiga erishishi uchun uning to'g'ri e'tiqodda bo'lishi, nafs pokligi hamda shaxsiy va ijtimoiy xatti-harakatlarining solih bo'lishini faylasuf diniy manbalar asosida emas, fan tili bo'lmish mantiq yordamida bayon qilib bergan. Keyingi bo'limlarda bayon qilinadigan yo'llanma 3 quvvatning qay biri bizni baxtga, qaysi biri esa baxtsizlikka yetaklashini aniqlash uchun poydevor bo'ladi. Xulosa qilib aytamiz, Farobiy baxtning kaliti o'zimizdagi tabiiy holatlarda harakatlarimiz, his-tuyg'ularimiz va zehnimizni qanday ishlatishimizga bog'liq ekanini uqtiradi. 5-yo'llanma: maqtov va malomat mezoni. Farobiy aytadi: demak, inson 1. O'z xatti-harakatlari xunuk bo'lganida malomatga, go'zal bo'lganda maqtovga yuz tutadi. 2. O'z nafsiy tuyg'ulari nomaqbul bo'lganda ayblovga, maqbul bo'lganda tahsinga sazovor bo'ladi. 3. Zehni noqis bo'lganda malomatga duchor bo'ladi, zehni sog'lom bo'lganda esa maqtovga erishadi. Insonda noto'g'ri e'tiqodni hosil qilgan yoki qarshisidagi narsani farqlashdan ojiz qolgan, uning haqiqat yoki yolg'on ekanligiga ishonch hosil qila olmagan zehn noqis zehn bo'ladi. O'tkir zehn esa insonda haq e'tiqodni paydo qiladi yoki qarshisidagi narsani farqlashga qodir bo'ladi. Matnning sharhi. Rivoyat qilishlaricha, Luqmoni Hakim qullardan bo'lgan. Uning xo'jayini juda boy va obro'li, lekin insonlarning aql zakovatini sinashni xush ko'radigan kishi bo'lgan. Bir kuni u Luqmonning donoligini sinab ko'rmoqchi bo'lib, unga: "Ey Luqmon, menga bir qo'y so'ygin-da, uning etidan eng yaxshi, eng pok va eng shirin 2 a'zosini olib kel", deb buyuradi. Luqmon qo'yni so'yib sohibining oldiga qo'yning tili va yuragini, ya'ni qalbini olib keladi. Xo'jayini hayron bo'lib, butun boshli qo'yning ichida shu ikkisidan ko'ra yaxshiroq joyi nahotki bo'lmasa, deb so'raganida, Luqmon: "Agar yaxshi joyi kerak bo'lsa, shu ikkisidan yaxshirog'i yo'q", deb javob beradi. Oradan bir qancha vaqt o'tadi. Sohibi Luqmonga yana bir qo'y so'yishni buyuradi. "Ey Luqmon, bu safar menga uning eng yomon, eng jirkanch va eng keraksiz 2 a'zosini olib kel", deydi. Luqmon qo'yni so'yib, xo'jayinining oldiga yana o'sha 2 a'zo, til va yuragini olib kiradi. Sohibi esa ajablanib bunga izoh so'raganida, Luqmoni Hakim:
Ey xo'jayin, agar bu ikkisi pok, rostgo'y va isloh bo'lgan bo'lsa, dunyoda bulardan-da ko'ra yaxshiroq narsa yo'q. Ammo bu ikkisi buzuq, yolg'onchi va yomon bo'lsa, dunyoda bulardan-da ko'ra jirkanch va zararliroq narsa ham yo'q, deb javob qaytaradi. Darhaqiqat, insondagi ayni quvvatlar uni eng yuksak hamda eng tuban mavjudotga ham aylantirishi mumkin. Farobiy ta'kidlagan baxtga yetaklovchi holatlarning birinchisi jismoniy xatti-harakatlar bo'lib, ular go'zal va o'rinli bajarilsa, inson maqtovga, xunuk va nojoiz bo'lsa, malomatga loyiq topiladi. Ikkinchisi, insonning ichki olami, ruhiy kechinmalaridir. G'azab, qo'rquv, shahvat yoki rahm-shafqat kabi his-tuyg'ular inson tabiatining ajralmas qismi, lekin ular o'z holicha tashlab qo'yilsa, hech qanday natija keltirmaydi. Bu tuyg'ular maqbul darajada va to'g'ri yo'naltirilgan bo'lsa tahsinga, nomaqbul va jilovlanmagan bo'lsa ayblovga sabab bo'ladi. Uchinchisi esa zehn quvvatidir. Zehn insonning yo'lchi yulduzi bo'lib, agar u o'tkir va sog'lom bo'lsa, inson haqiqatni topib to'g'ri e'tiqodda bo'ladi. Agar zehn noqis bo'lsa, kishi haqiqatni yolg'ondan ajrata olmaydigan, ojizlikka yoki yolg'onni haqiqat deb ishonib qoladigan jaholatga yuz tutib, muqarrar malomatga duchor bo'ladi. Inson faqat jismonan faol bo'lib, aqlan zaif bo'lsa yoki aqli o'tkir bo'lib, xulqi buzuq bo'lsa, haqiqiy saodatga erisha olmaydi. Baxt uchun harakatlarining go'zalligi, ruhiy holatlarning to'g'riligi va zehnning o'tkirligi bir vaqtning o'zida jamlanishi shart. Shunday qilib, baxtga erishish yo'lidagi yana bir masala oydinlashdi. Biz harakatlarimizni go'zal, ruhimizni pok va zehnimizni o'tkir qilishimiz orqali baxtni qo'lga kiritamiz. Xo'sh, qachon ular maqtovga loyiq bo'ladi? Navbatdagi bo'limlarda Farobiy aynan shu savolga javob beradi.